меня была в руке бутылка, я ударил ее и так получилось, что по лицу. И пошел вообще, понял? Телефон укропил. Shunaqa iste'mol qiladigan shunaqangi narsada. Nima bor oldingizda dedi, chiqarib berdim mana bor. O'zim olib yuraman, anaqa qilishim uchun, chakishim uchun. Hayot ikki eshik orasiga o'xshaydi go'yo. Siz uni to'g'ri yo'lda yoki bo'lmasam xato kamchiliklar bilan o'tkazmoqchimisiz? Qarorni faqatgina o'zingiz qabul qilasiz. Lekin unutmang, qonun buzilishiga yo'l qo'ysangiz, jinoyatga jazo muqarrar bo'ladi va kameramiz obyektivi aynan sizga qaratiladi. Assalomu alaykum. Siz tezkor chaqiruv loyihasining ilk sonini tomosha qilyapsiz. Demak, biz chaqiruvlar sari yo'lga otlanamiz. Diqqat qiling. 15-apreldan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaksik tadbir oyligi boshlandi va u 15-mayga qadar davom etadi. Ko'rishingiz mumkin, ayni paytda bizning ortimizda tungi xizmatga jalb qilingan shaxsiy tarkibga tungi yo'riqnoma o'tkazilmoqda. Tezkor chaqiruvning dastlabki manzili Bektemir tumani. Ketdik. Jamil Toshkandlik ko'chasida harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli avtomashina yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan to'xtatilib tekshirilganda, uning ichida yo'lovchi sifatida ketayotgan qizning oldidan taqiqlangan moddalar topiladi. Ichki ishlar organlari xodimlari avtomashinani va fuqarolarni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirishganida qiz o'z ixtiyori bilan yonida taqiqlangan moddalar borligini aytadi va xodimlarga topshiradi. Uzr, kechiring, boshqa qilmayman. Bektemir tumaniga hamkoriyatda xizmatiga jalb qilindik. Cobalt rusumli avtolovni to'xtatib tekshirganimizda noqonuniy narsa yo'qligi aniqlandi, lekin yo'lovchi sifatida kelayotgan fuqarodan yonida noqonuniy narsalar bor yo'qligi so'ralganda, fuqaro o'z xohishi bilan o'ng yon cho'ntagidan chiqarib taqdim etdi. Hozirda holat yuzasidan Bektemir tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Yosh qiz yarim tunda taqiqlangan moddalar bilan qo'lga tushdi. Ota-ona uchun bu isnot emasmi? Bugun biz farzandlarimiz uchun e'tiborli bo'lishni unutmasligimiz lozim. Avval boshida qiziqish, keyinchalik o'rganib qolish, oxirida esa xoruzorlik kutadi. Bu kabi moddalarni iste'mol qiluvchi insonlarni. Butun respublikamiz bo'ylab xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaksik tadbirlari olib borilyapti. Shunday ekan, hurmatli fuqarolar, o'zingizni ehtiyot qilib yuring. Chilonzor tumani 10-mavzeda ikki erkak o'rtasida janjal yuzaga kelgan. Qarasam, mamlakatda o'sha janjal bo'layotgan ekan. 9-domni 6-podyezdda Dahada. Uchastkaga telefon qildim. Bobolar jaroh yegani uchun skoriy chaqirtiringlar dedim. Uchastkadan yordam so'rab chaqirtirdi. Мы сидели с девушкой в подъезде, он поднялся, на меня начал ударять. У меня была в руке бутылка, я ударил ее и так получилось, что по лицу. Ko'p qavatli uyning zinalarida esa shisha siniqlarni uchratishimiz mumkin. Ikki erkak o'rtasidagi janjalda bir erkak ikkinchisiga aynan mana shisha bo'laklari orqali jarohat yetkazadi. И сегодня вот этот Женя напился и приехал его разыскивать. Они враждуют давно. Хотели, да, как бы встретиться, чтобы разобраться. Приехал сюда. И также у них драка произошла. Ikki nafar fuqaro mast holatda 3-etajda bir-biriga o'zaro tahdid qilib, qo'liga jarohat yetkazgan ekan. Joyida ikkalasini ajratib, jarohat olgan fuqaroga nisbatan birinchi tez yordam ko'rsatildi. Jahl chiqqanda aql ketadi deyshadi. Aqlingizni jilovlay bilmasangiz, oxirida pushaymon yeyishingiz mumkin. Ikki
shaxs ayol va erkak o'rtasidagi janjal ayni mana shu xonadonda sodir bo'lganligi aytilmoqda va vaziyatni birgalikda kuzatib boramiz. Эй, пошел отсюда вообще, понял? 2 телефона у меня отработал, пропил. Телефону пропил. Он бьет меня. Сажится, бьет меня. Говорит, что я вот так вот. Это ваш муж? Нет, сожитель. Пока я спал, я дома, я вместе с ним выпил, я спал. Проснулся, у него какого-то человека она пошла, украли у нее телефон, еешный телефон. Еще мой телефон украли. Он начал бить меня? Нет, ударил. Это все это ее фантазия. Chilonzor tuman navbatchilik qismidan tushgan xabarga ko'ra, oilaviy janjal bo'layotgani haqida xabar tushdi. Kelib holat o'rgansa, haqiqatdan ham spirtli ichimlikni ichib janjal bo'lgan. Hozirda ularni profilaktika inspektoriga olib boramiz. Chilonzor tumanidagi xonadonda janjal ko'targan ikki shaxs tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilmoqda. Taqiqlangan modda Mirzo Ulug'bek tumanida xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar oyligi davomida aniqlandi. Kunduz kuni bir yigit taqiqlangan moddalarni yashirib yurgani ichki ishlar organlari xodimlarida shubha uyg'otadi. Gumonlanuvchi ijtimoiy tarmoqlardan ish qidirib aldanib qolganligini aytmoqda. Instagramda har xil reklamaga kelganda ularga podpisatsiya qilib ish qidirib yurganimni o'zlari keyin Instagramdan yozishdi, Toshkentga chaqirishdi. Men o'yladim, o'sha bironta kurerli dastavka ish qilaman deb o'ylab keldim. Kelganimdan keyin o'rgatadigan narsalarimiz bor edi. Keyin u narsani qanaqasiga o'rgatsa bo'ladi, shuni ovqatni olib boshqa yerga olib bersam bo'ladi, desam bu ovqat emas deyishdi. Shunaqa narsalarni dori tushuntirishdi. Menga birinchi kuni обучение o'rgatishdi. Stalbalarni tagida 1 metr uzoqroqqa qo'yasan, rasmlarini bizga yaxshi holatda qilib jo'natasan deyishdi. Shu qo'ya turgan yerimda keyin xodimlar ushlab olishdi. Gumonlanuvchi taqiqlangan moddalarni yashirgan joylarni birma-bir ko'rsatdi va ko'pchilikning zaharlanishini oldi olindi. Puldan qiynalib turganlarga to'g'risi halol ishlab pul topishini tavsiya beraman. Bu yo'lga kirmasliklarini tavsiya qilib qo'yaman. Bu ishimdan juda pushaymonman. Bu yigit qilgan ishlari noto'g'ri ekanligini angladi. Biroq endi kech. Qonun ustuvor, jazo esa muqarrar. Hozirda messenjer orqali fuqarolarga ish taklif qilishyapti. Mehmonxona senga joy qilib beramiz, kerakli yeb ichishingga imkoniyat yaratib beramiz, hamma narsasini to'lab beramiz. Endi ba'zi bir fuqarolarimiz nima tashiyotganini bilmasdan aldanib qolyapti. Bular o'zi aytadi, oxirida so'rasangiz, insonni sarxush qiluvchi moddalar deb aytishadi, narkotik modda deb aytishmaydi. Ko'p fuqarolarimiz shuni orqasidan yengil ish qilib, ko'p pul topaman deb aldanib qolishyapti. Aslida bular juda bir noqonuniy xatti-harakat. Hozirda holat yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Tomoshabinlar, siz aldanib qolmasligingiz uchun bu video lavhani tayyorladik. E'tiborli va ogoh bo'ling. O'tdan o'tdik, qo'lingdagi nima dedilar, keyin biz hech narsa desam olib qo'ydilar, bo'ldi. Xabaringiz bor, respublikamizda xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar oyligi o'tkazilmoqda va mana shu oylik davomida Yangi Hayot tumanida yana bir holat aniqlandi. Yangi Hayot tumanidan tushgan chaqiruvga ko'ra biz manzilga yetib bordik va ichki ishlar organlari xodimlarining bizga ma'lum qilishicha, taqiqlangan moddalar aynan mana shu avtomashinaning ichidan topilgan. Yaxshiyam patrul post xizmat xodimlari ziyraklik bilan harakat qilishgan. Toshkentdan anonga Begobodga ketayotgandik. Keyin yo'lda to'xtadik. Stalban tagiga bir chetga sigaret kochkasini ko'rib qoldik. Ichini ochib qarasak, sigaret bor ekan deb narsa chiqdi. Sigaret bilan mana shu narsalar ekan ichida. Chekib ko'r, sigaretga qilib ko'rdik, bo'ldi. Tushunmadim. Shunaqa iste'mol qiladigan gashishmi shunaqangi narsada. Qancha vaqtdan beri iste'mol qilasiz? Bilmayman, men ko'rib qolib, topib qo'yib, bilmay ekandim, qiziqib ko'rdik shu narsani. Tushunammi? Bu ikki sarxush yigit hush
Shu o'zida bo'lmagani uchunmi yolg'onlariga bizni ishontira olishmadi. Balki topib olgan moddalarni iste'mol qilishmaganida bo'lib o'tgan holatni yaxshiroq tushuntirib bergan bo'lishardi. Yangihayot tumani katta halqa yo'lida Onyx avtoulovni to'xtatib tekshirilgan vaqtida o'zida shubha uyg'otuvchi harakatlar sodir etgan. Yangihayot tumani patrul post xizmati xodimlari tomonidan ushbu fuqaroni xolislar ishtirokida avtoulov ko'zdan kechirilgan. Sigaret qochgan ichidan 20 dona polietilen paketga o'ralgan taxlangan moddalar borligi ma'lum bo'ldi. Holat bo'yicha Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti xodimlari quyidagilarni ma'lum qildi. Hozirda holat yuzasidan Yangihayot tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Tezkor, eksklyuziv va batafsil ma'lumotlar barchasi Tezkor chaqiruv loyihasida. Bizni har doim kuzatib boring. Dasturimizning keyingi sonlarida ko'rishguncha omon bo'ling.